O'tkaza oldi, qo'l zarbasini ehtiyot bo'lish kerak. Qo'llarni biroz ko'tarish kerak. Mana aylanma round kick. Behroz Isroilov. Davom etamiz do'stlar. Low kick yana muvozanatdan chiqdi. Endi yakunlab qo'ysa bo'ladi. Albatta, ketma-ket zarbalar. Do'stlar, Behroz Isroilov muddatidan avval g'alaba qozonyapti. Texnik nokaut. Albatta, o'zbek xalqi uchun revansh olindi. Do'stlar, Qozog'iston vakiliga ham tasanno shunchaki, chunki u mardona kurashdi. Победу единогласным решением судей. Hakamlarning bir ovozidan. Сил Копучак, Кей Салон Дамир. Birinchi raund deyarli oxirlayapti. Deyarli 30 soniyadan ozroq vaqt bor. Zarba mana bu yerda yaxshi zarba bilan. Qarama-qarshi zarbalar. Davom etsa bo'ladi. Hakamlar jangni yo'q. Ketma-ket zarbalar va referi aralashyapti do'stlar. Texnik nokaut. Ajoyib g'alaba g'alaba. Shohrux To'raxonov do'stlar. Juda kuchli zarbani o'tkazib yubordi Usmonov. Umuman hozir o'sha ko'ziga jarohat bo'lgandek tutgandi o'zini, lekin referi jangni to'xtatgani yo'q. Shu sababdan o'zini bo'sh qo'ymasligi kerak edi. Ayb o'zida bu MMA qoidalarida bor va Nursulton Ro'ziboyevning g'alabasi ham bor. Mana shunday, agar eslasangiz, hammasi qonun qoidaga rioya qilingan holda qozonildi. Demak, hayajonli daqiqalar do'stlar. В этом поединке, по мнению судей, объявляется боевая ничья. Jangor do'stlar. Yuqorida aytilganidek, demak, 8 degan raqamni shu bekor yozishgan ekanda. 9-9 qo'yilganda Bahromjon yutgan bo'ldi. Ushbu jangda 2-1 hisobi bilan g'alabaga erishdi. Победу раздельным решением судей одержал Qizil burchak. İçkişler vazirligi Fardona. Ha do'stlar. Jon Abdurrahimov o'zining 6-g'alabasiga erishyapti do'stlar. Mana shu hakamlarning o'ylanib turib qilgan qarori birinchi marta bizning foydamizga ishlayapti. Albatta xursandmiz. Mana Odil Sirajdinov. Kick. Yana bir zarba do'stlar. Do'stlar, birinchi raundning o'zidayoq Baltayevdan ajoyib qaytish. U so'nggi mag'lubiyat. Demak, Armarga o'tib ketadimi? Astoydil harakat qilmoqda ham yurtimiz. Yaxshi, qulay vaziyat tortish kerak. Yana ham tortish kerak. Mirzavaliyev. Boks bilan harakat qilyapti hozir. Ajoyib do'stlar. Armar Mirzavaliyev. Yaxshi kutib oldi. Muvozanatdan chiqarib oldi do'stlar. Qanday zarbani o'tkazib oldi. Jang parteriga ko'chyapti. Juda qiyin vaziyat. Ibrohim Halilov. Loki ketma-ket seriyalar, zarbalar. Hali taslim bo'lgani yo'q Ibrohim Halilov. Mana bu esa juda og'ir zarba edi. Bu esa nuqta edi. Atajanov. Surobbek. Ushbu jang g'olibi в данном поединке победу единогласным решением hakamlarning bir ovozdan одержал do'stlar. Muqaddam Mamajonov. G'alaba Muqaddam Mamajonovga berilyapti. Qirg'izistonlik jangchi esa rozi emas. Noroziligini bildirib qo'ydi, boshini qimirlatib. Chempionlar Ligasi chempioni. Bizda ikkinchi raund boshlandi do'stlar.
Eslatib o'tamiz. Furqatbek Yoqubov hamda Machado Nascimento 59 kg vazn toifasida o'tkazib yubordi. Middle kick, Aylama zarba. round kick. Borgan sari qizyapti jang. Jang sur'ati oshib boryapti. Yaxshi tutib oldi. Kapasi chiqib ketmadimi? Yo'q, menimcha Ajoyib. Jang parterga ko'chdi, ketma-ket zarbalar. Oyoqqa tura oladimi Machado? Hozircha yo'q. Davom etyapti Yoqubov. Lekin turib olishga ham harakat qilyapti Machado. Yana bir tizza zarbasi ko'ramizmi? Yo'q. Mana bunda. Qanday ajoyib zarba. Davom etadi bosim. Referi aralashadi, menimcha aralashadi. Do'stlar, do'stlar. Furqatbek Yoqubov texnik nokaut, ajoyib g'alaba. Ajoyib g'alaba Furqatbekdan. O'tadi. Barchasi tayyor va birinchi raund boshlandi. Biroz avval Dog'istonlik jangchi, adashibman, Chechenistonlik jangchi ekan Ahmad klubidan. Demak, birinchi raund start oldi, low kick bilan boshlab berdi. Magomed. Magomed Saliyev 15 ta jang o'tkazgan. 11 ta g'alaba va 4 mag'lubiyat. Alixo'jayev esa 12 ta g'alaba. Oyoq zarbalari yaxshi ishlayapti. Yaxshi vaziyat, yana bir. Davom ettirish mumkin. Aylanma zarba. Tarixsiz. Qanday kutilmagan nokaut do'stlar. Albatta kutilmagan zarba doim og'irroq bo'ladi. Kutilmagan zarba doim og'irroq. Men seni sog'lig'ingni o'yladim deb qo'ygan bo'lsa ajab emas. Do'stlar, mana takroriy lavha. Kuzatamiz. Qani? Mana Timuraga o'tib ketayotgan bir palla. Timura mana baqirgan ekan. Baqirgan, lekin mana norozilik bildirgan, hozir ko'rasiz. Taslim bo'lmagani uchun, aynan taslim bo'lish belgisini bermagani uchun norozi ekanligini aytganman, lekin o'zi baqirish ham mumkin emas o'zi aslida. Referi istalgan vaqtda jangni to'xtatishi mumkin. Nima bo'lganda ham 13-g'alabali